Salam aziz do'stlar. Hammaning har vaqt guldi güzel bo'lsin. Men Shayala do'stlar. Ayguldan hammaning mehri bilan o'tliq salamlarım yasa aziz do'stlarim. Kesal so'zda rast so'zlaydi deb mushkamgichilik hamda o'zimning beshidan o'tgan kechirmishlarim bo'lsin, o'zimning kesal tatgan tarixlari bo'lsin. Bani ba deb chiqdim, yo'qni yo'q deb chiqdim. Hozir qadar bir xalqni aldab, maqsadim mal setish, maqsadim xalqni aldash emas. Men chunki o'zim Yürekning bir azabını tatib baxdim. Yürekninki ağırğının qandaq olduğunu his qilib bilalayman. Chunki mush kasalni o'zim tatqanligim uchun. Anadan keyin mush qalqansiman baz o'sma deb mushu sol tarafim shunchalik og'rib turdoshlar. Qo'llarimdan tatib og'rib Ürümçi o'sma kasalliklar doktorxonasiga borsamma, yana shayan aysil qo'ygan diagnoz bilan o'xshash diagnoz qo'ydi. Mushu ikki xil kasalim turdoshlar. Mushu Xotandagi dangliq tibobat ustasi yana olim deyishga bo'ladi ekan bu dadimizni hamda. Mushu Abdullah Mahmud ustamninki mahsuloti mushu Atachi, Atachi mahsulotini hamda bu Atachi degan nima desang, Atachi degan bir marka to'rdoshlar. Mushu Abdullah Mahmud ustamninki mushu Atachi markasidagi mushu dadimiz o'zi ishlab chiqarib bozorga solgan mushu Atachi sog'lomlik mahsulotidan iste'mol qilib yurak yaxshi bo'ldi, qalqansiman ba'zi o'sma yaxshi bo'ldi. Shu sababdan Atachining sog'lomlik do'konini Shayanaysiga ochdim. O'zim saqaymagan bo'lsam, bu sog'lomlik do'konini balkim ochmasdim. Men o'xshash kasal tatgan bemorlar yaxshi bo'lib qolar, shundoq bemorlarga ozroq bo'lsin manfaatim tegib qoladi degan asosda Shayanaysiga Atachi sog'lomlik do'konini ochdim. Mushu zo'punimni ko'rib, mushu dushanba kuni yana mushu 2025 yılı 11. ayının 17 düşenbe günü Abdullah Mahmud ustamning yuyanjansı kildi desem, şu kuchadim bo'lsin, soğuqodim bo'lsin, şu mazag'ujam deymiz, to'y bo'ldi deymiz, mayli shayanday baza ichidan bo'lsin. Jiroh yaqindagi tuqqanlar shundoq kelib o'zinglarni tashiyotib naq maydonda ko'rinib qoldinglar to'rdoshlar. Sizlarga xush bo'ldinglar, mendan men minnatdor bo'ldim. Mushu Abdullah Mahmud ustamniki mushu mahsulotidan bizim ichib baqili, mayli yurakka bo'lsin, mayli qalqansiman baz o'sma, mayli ko'ksida munakcha gada bo'lsin, balyotqida muskul o'smasi bo'lsin, balyotqida har xil kasalliklar bo'lsin va yoki erlar kasalliklar bo'lsin, mayli ma'zi bezi deymiz, mayli erlarga qarta har xil kasalliklar bo'lsin, mushu mayli tamaratga deymiz, mayli tug'maslik deymiz, mush kasallikdan tatib mush Abdullah Mahmud ustamniki mahsulotlarni ichib baqsa xo'p degan to'q. O'zim ko'zim bilan ko'ribdiman, nurg'un qo'saq ko'tarolmagan ayollar mush Abdullah Mahmud ustamniki o'zi ishlab chiqargan tug'ut shaviti deb mahsulot bor ekan. Mushni tug'ib qo'saq ko'tarolmagan nurg'un tug'anmagan nurg'un bemorlar mush tug'ut shavitini ichib nurg'unlagan qo'saq ko'targan bemorlarga tashakkurnamisini akaganligini ko'zim bilan ko'rdim to'rdoshlar. Shunga mushu Abdullah Mahmud ustamniki mahsulotidan bizim ip yapaqili bizma erkishganmiz, erkishma o'zini asrimiz bo'lmaydi. Endi meni bu yerda ichib digilolmaydi, lipaplab demsam, men ya bir erlarning mahsulotini tunishtirib satmayman. Lekin mush erlarga qartama yaxshi mahsulot bormi ekan, ukam? Bizda maz bezi botdi, suydiq qitim sonimiz jiqdi. Mayli diabetdan bo'lsin, mana oqsil siydigan mushna kasallarimiz botdi. Deydigan mushundaq to'rdoshlar bo'lsa, mush Atachining mahsulotini elib iste'mol qilib beqishinglarni chin yuragimdan tavsiya qilaman. Chunki o'zim ichib, o'zim unumini ko'rib, o'zim saqlayib Shayanaysiga mushu Abdullah Mahmud ustamniki Atachi markasidagi mahsulot do'konini ochgan bo'ptiman. Shundaq qo'llagan bo'lsizlar, do'konimga e'lon qilsam kelgan xaridorlarga bemorlama shundaqchiq endi bu mahsulotni iste'mol qilsanglar to'rdoshlar o'zingning badaniga iste'mol qilsizlar. Kasalni tassaq o'zimiz tatimiz bir odam kelib yaqin qarindishimiz ya bir tuqqan akufga ini ochsig'inlarimiz tatish bermaydi ekan. Her kim kesel tasa üzük tadı diken şuna muş mahsulatını içip bakılı bazada mahsulatçık hem de tiyip mecek 86 dar satıgan adam beksetçikken nurğunluğun mahsulatını içip bakıptınız. Muş adamның mahsulatını bir içip bakılı 40 yıl işlep pensiye çıkan adamken azı pensiye çıkmayın 30 yılda yakın tababatçılıkla şoğulunu etiptim. Xalqның gemini yep deydiğen muşuna turdaşlar okuyup kalsa yukarıda başbette ündüdar numuru var ve yaki bomasa telefon numarum 150 99 29 79 79. Telefon numar 150 99 29 79 79. Muş telefonni ündüdar qo'sh orqali telefon urib, mesaj so'rasang bo'ladi, to'rdoshlar.